Hürmetli bulaşılar sizlere bu video obzorumuzda Bağat avto savdoning ikinci filanında Malibu tuning qilingan mexanikasi avtomat Malibu. Hürmetli bulaşılar şu ikisini adden obzor etib beramiz. Kelsangiz avtokredit, barter, naqd pul asosida shu mashinalarimizni xarid qilishingiz mumkin. Hürmetli bulaşılar sizlardan chunki sotadigan mashina bo'lsa tavsiya qilaman, olib kelishingizni kelsangiz kelishsak naqd olamiz. Siz bilan bizga kelishib, masalan, sotib berish variantlarini savdo qilamiz. Malibu 1 mexanika, avtomobilimiz ikinci pozitsiya bo'ladi, lyukli variant, eng full mexanika. Mashinamizda 4 ta yumshoq bo'lgan, shumka, tonirovka, poroklar qo'yilgan, cho'tki sasini kuzatishlaringiz mumkin. Kuzovda kirchik, chiziq yo'q. Motor usulini bo'lgan. Avtomobilimiz sotuvda xarid qilaman desangizda, metan gazlar ham qo'yilgan. Keyin tonirovka razresheniyasi bor, kolonka, subwoofer hamma joyda qo'yilgan mashinamizda. Nov qo'yilgan bo'lsa qo'yilgan. Salon qismida polni akvafril bo'lgan mashinamiz. Bahosini aytadigan bo'lsak, 193 million so'm. Kelishib beriladi avtomobilimiz. Krediti azizlar 70 million bilan chiqadi. 3 yil 6 million 400 ming so'mdan tushirib berib turaman. Xarid qilishingiz kerak. Avtomat Malibu 1, hurmatli obunachilar, 2013-yil 108 mingga kraskasi. Şu orient taraf krelinde şunun pesinde petnası var, metan gazı var. Maşinamızda diske, balonlar koyulgan. Çötki sastenede 2-4 avtomat, lyuk hemmeji var. Taptaza maşinlarımız azizlar. Tesla monitoram koyulgan. Bahasını ayıralım olsa 172 milyon so'm. Naqd pul, kredit, barter asosida xarid qilaverasizlar. Krediti e'tibor etamiz 57 million bilan chiqadi. 6 million 700 dan 3 yil kredit beramiz do'stlar. Bemalol kelib shu mashinalarni xarid qilishni tavsiya qilaman. Kelaverasizlar.